Qandaysizlar, yaxshimisizlar? Meni ismim Random. Bugungi videomizda biz nima qilamiz? Hammalar tushungan Dwellers, aynan horror uyumi degan modni qo'shdim. Ko'rishingiz mumkin. Hozir qishloqda paydo bo'lgan ekanmiz. Xo'p, hamma narsani olamiz. Xo'p, juda ko'p olmalar bor ekan, kartoshka ham o'ziga yarasha. Xo'p, mana bularni ham ekib qo'yamiz. Bizlarga farqi yo'q. Xo'sh do'stlar, bizda juda ko'p horror mod qo'shilmagan. Modda o'zi horror. Ko'p o'zining ichida ko'p modda saqlab kelyapti. Hozir biz nima qilishimiz kerak? Uylarni birinchi titkilab chiqamiz. Mana bu uyda nima bor ekan, ha? Xo'p, bu uyda oddiy kesar bor ekan. Yaxshi. Bular ham yaxshi. Qishloqlarda ko'p onalar seziladi. Bilib qo'yinglar shuni. Qishloqlarni neto qarasa srazi. Mana, o'sha mobillardan boshlanishi mumkin, mana golemlarda ham. Golemlarda boshlanishi odatiy hol. Burada baliqchini uyim deyman. Menimcha shu baliqchini uyi. Tovuqlarda yomon urib tashlarkan tovuqlar, lekin men sizga aytib qo'yaman. Tovuqlar shunaqa solar ekan, o'ldirib qo'yishgan, siz ham bilmay qolar ekansiz. Men shuni modda o'qib qoldim. Kimda kim mod kerak bo'lsa do'stlar, modda Telegram kanalimdan olaverasizlar. Telegram kanal opisaniyada ko'rishingiz mumkin. Mod lekin juda horror ekan. Bitta odam menga tavsiya etdi. Juda ko'tarilib ketasan dedi. Previewda ko'rganinglarda ko'tarilib ketishga arziydimi shu mod? Kommentariyada yozib keting. Qop. Qop do'stlar, qop. Yaxshi qop. Qop yaxshi qop. Yaxshi. Bizda fonarik ham bor ekan, ko'rishingiz mumkin. Fonarikni uylarning yoniga ekib qo'yish kerak. Mana shu daraxtlarni, ekinlar. Do'stlar, yaqinda bitta video chiqargandim. Merni uyini tagida nima bor? Mer almashdi. Bu montajlarni o'zim qildim. Inshot deb yozilib qolganini ko'rgan bo'lish mumkin. Lekin nimaga aytaman hozir? Mana o'sha atmosferani ko'ringlar. Atmosfera просто tak bomba. Kechqurun qanaqadir maxluq kelarmish. Shunaqa gaplar ekan. Daraxt terib kelish kerak. Уже сразу-mi kech? Daraxt chopib qo'yishimiz kerak bo'lmasa. Orqamizdan kimdir solib ketsa-da. Mana уже boshlanyapti do'stlar, nimadir tutunlarni ko'ryapsizlarmi? Srazu uyga qaytishimiz kerak. Srazu. Mana уже qanaqadir itlar paydo bo'ldi. Ashliqdan ehtiyot bo'lish kerak deb yozib qo'ygan. Remyor urdi. Basharangga sani. To'rig'ol. It. Fuy do'stlar, uyda bostirib kelgan-ya. Kalla ketib qoldi. Ne bostirib kelyapti-da? Otasini uyimi deyman. Ko'p akam shunaqa hazil qilma, otangni yursanmi deyman-da. Xo'sh, mashlardan olamiz, verstakni qo'yamiz do'stlar. Xo'p. Bizga birinchi bolta va ana shuni bilmayman, lekin ismi esimdan chiqdi. Men yangi versiyada o'ynayapman. Hop, ana endi ko'proq daraxt chopamiz. Bizga non kerak ko'pincha. Ovqat ham kerak bizga lekin. Mana, Maras. Junidan ketguncha biz
O do'stlar, mana ko'rib turibsizlar. Do'stlar, bitta akam yozibdilar, mod nomi nima deb yozib, modda nomini men aytolmayman, takizdimi shunday edi. Qurol modi nomi. Telegram kanalimda sotib olishingiz mumkin, pulga emas, bepulga sotib olishingiz mumkin. Do'stlar, kimda-kim men Telegram kanalimga obuna bo'lsa, Telegram kanalimga bitta Ma. Do'stlar, mana shu ekan. Do'stlar, nima bo'lib ketdi? Bu emas ekan. Do'stlar, qo'rqib ketib qoldim. Kutilmaganda-da, endi kutilmaganda. Qaranglar buni. Montajda yaqin qilib ko'rsatadi. Shuncha qilib tashladi kuchini. Просто bomba-da. Bomba bo'lsa, undan ham bomba. Bizda mana shular bor. Bunaqasiga qo'yilardi. Bunaqasiga qilamiz. Mana 40 ta non o'sha do'stlar, 40 ta. 40 ta yetib ortadi do'stlar. Bizga bitta yesak bitta. Do'stlar, faqat mana shunaqa mobilada uchraydimi deganlar uchun yo'q, golemda uchraydi, jetelda uchraydi. Hatto mol, qo'y. Buni ko'rdinglar o'zlaring, qo'yda uchradi. Hatto mana anonda ham uchraydi, sigirda ham, keyin mana bunda ham. Cho'chqada ham. Cho'chqa dinda harom qilib ko'rsatilgan. Bizlar endi do'stlar, men qo'rqqanimdan mana shu yerdan chiqsammi deyapman. Pastga yerga shirin ketsammi deyapman. Nima o'zimga foyda bo'ladi lekin do'stlar. Nima uchun deganda, tosh kovlash oson. Tepaga chiqish undan ham oson. Do'stlar, video qanday chiqibdi reaksiya bildirdinglarmi? Kommentariyasiga do'stlar, вообще meni ko'rmaysizlar. Yana bitta videom bor edi. Telegram kanalimni chiqarib qo'ygandim. Sizlar вообще meni ko'rmaysizlar. Like degan narsani L harfidan bosmaysizlar. Uzr do'stlar, video to'xtab qolgan sababi bor. Turjiga borib kelib qoldim. Xo'sh, do'stlar, men aldamayman nima uchun deganda, mana shu o'ynayotgan notebook emas, oddiy mod orqali men shunday notebookga keltira olganman. Mana o'zi bilmaysizlarmi? Mana ko'ringlar, mana bunaqa narsalar bor. Ko'ryapsizlarmi? Lekin to'g'risini aytsam, Javada chap qo'lga olib bo'ladi. Bedrockda esa chap qo'lga bo'lmaydi. Bilib qo'ydi shuni. Lekin bu mod emas, do'stlar, bu mod emas. To'g'risini aytaman. Tepaga chiqishda vaqti keldi menimcha. Lekin bizga baribir tosh kerak. Mana bilaman, ichida sovosam. Yaxshi. Tosh qancha bo'ldi? 48 ta tosh. Sal yetib qolsa kerak. Mana shu singirachayidan qaraylik, mana shu oxir tugaguncha. Mana do'stlar. Sindi ham уже. Kech bo'lib qoldirgan bitta masmal lekin do'stlar. Hop. Voy, bo'lmaydi. Voy. Nima bo'ldi? Minecraftga tepaga blok qo'yib bo'lmaydi. Mana qaranglar. Nima bu? Blok вообще blok qo'yib bo'lmayapti. Mana qo'yib bo'lib. Do'stlar, yana kesib qoldim. Uzr, sizlardan so'rayman uzrni.
12 tasini so'rab tashlashim mumkin sizlardan. Ustiga bosib qo'yib o'lib qolsak. Do'stlar, bizga daraxt kerak, daraxtni olib kelamiz. Yaxshi do'stlar, yaxshi. Ovozni kim eshitdi? Voy do'stlar, yuragim yorilib ketdi. Nima bo'ldi? Do'stlar, nima bo'lyapti? Qishloqlarda nima bo'ldi do'stlar? Shunday tushunmadim. Kommentda yozaveringlar, bo'ynaka ko'rdinglar animalikni. Men shunday tushunmadim. Kommentda yozaveringlar. Do'stlar, qaroqchi, men shimol tarafga ketmoqchiman. Qarab turinglar mana. Qarab turinglar, yaxshilab e'tibor beringlar, qarang. Belgi berib qo'yibdi, belgi. Narsalarni olib shu yerga ketsam. Voy. Do'stlar. Do'stlar. Yonimizda Serina men keldi, Serina. Do'stlar, yonimga kelyapti. Qaranglar buni. Mana ovozini ko'taraman. Do'stlar, qayerga ketdi bilmayman, qayerga ketganini. Ko'chaga chiqishga ham qo'rqib qoldim. Mana do'stlar, ko'rishinglar mumkin. O'zinglar kreativ o'tib nohaq bo'ldi deyishadi. Buni shu yerdan ko'rsatolmayman. Kallasini ko'rdinglarmi? Kommentariyada yozib ketinglar. Maraz kimdi? Men miyamga faraz qila olmayapman. Voy, tilini qaranglar, tilini. Voy. Endi yaxshi hayot kechiraman deganing atrofingda bir o'sha bachchalar paydo bo'lib qoladi. Nima qilish kerak ekan? Do'stlar, buni qaranglar, nima bu? Do'stlar, ketishini istayman. Do'stlar, 10-15 minut bo'ldi. Ketgan bo'lish kerak. Mana fakelni ko'ringlar, fakelni. Yo'q.
o'sha tomonga go do'stlar. Короче, hech narsa bizani to'solmaydi. Do'stlar. Uy do'stlar, ikkalasi ham kelibdi. Ulgurib qolibman. Mana buni ko'ringlar do'stlar. Mana u qaynima. Aka shaftoli bormi? Qo'toq bor. Ovoz juda baland ekan. The Bluetooth device is ready to pair. Uy tepasi chiqdi. Do'stlar, nima bu? Nima qilib surberdi? Do'stlar, meni tilini ichiga kirib ketkim kelmayapti. Hozir ichini ko'ramiz. Do'stlarim, yeb. Без концовка yo'q berdi. Nima bu do'stlar? Dutor bo'lyapti, dutor. Pashol yo'bir. Do'stlar, bu beparasatdan qochib ketish kerak prostatak. Shimol tarafga ketamiz. Shimolni bilmayman lekin. Kreativga o'tganim uchun do'stlar. Umuman uzr ming marta uzr so'rayman mana. Hozir kreativga o'sha yoqqa yetib olsam bo'ldi. Do'stlar, kravat olib oling. Iltimos sizlardan kravat. Bittadan emas, ko'p kravatdan oling. Uy, onasini yemsen. Do'stlar, montajda ko'rib olishinglar mumkin. Montajda yana qaytadan qilib beraman hozir. Voy. Tushunursin. Nimadir bo'ldi do'stlar, men sezmay qoldim. Qo'rqitishda. Hop, mana shu uxlab olsam. Voy. Yopana. Bu yog'i banana bo'layapti-ku, banana. Banana yegamsizlar, banana. Do'stlar, qiziq qolmasligini bilaman. Mana shu yerda to'xtatishim mumkin do'stlar. Prosta tak menga blok kerak edi. Blok olaman bo'ldi. Do'stlar, qanaqa qilib tashladim. Game mode kreativ. Biron narsa esimdan chiqib ketsa, ketdi-da do'stlar, nima bo'lardi? Yana vaqtida kreativ. Bo'lmas osmonlarda uchib yurardim. O'lganimdan keyin ruhim shod bo'lsin deb. Mana shu yerda to'xtaymiz. Temirlarni olib olish kerak. Xo'p, mana shu yerdan. Xo'p, bu yerda game mode o'rganib olishingiz mumkin. Survival ko'taramiz va mana buni shunday survival. Xo'p, mana bularni endi olamiz. Bizga ko'mir ham kerak bo'ladi hali. Voy, nima? Toza bir narsa olishga qo'ymaydi bular. Nima bular? Keldimi yana?
bolasi qani seni? Sukun o'rganim uchun uzr. Nima u do'stlar? Tuziklar bor ekan, tuzik. Run. Menga run deydi do'stlar. Dur. Pashola qatir qutur. Do'stlar, mana shu yerda videomni taxlab qilib qo'yganim uchun hammanglarga rahmat. Mana orqamdan zombi kelyapti уже. Zombida ham уже sizlarda gaplari bor mana. Ana ko'rdinglar. O'zinglar ko'rdinglar. Do'stlar, videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Qo'rqinchli bo'ladigan umiddaman. Kommentariyga yozinglar. Undan necha ball bo'lasizlar bu modga? Kommentariyga yozib qoldirasizlar. Mayli, sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Like bosib barib ezingiz chiqmasin.